Assalomu alaykum, aziz avtomobil ishqibozlari. Siz Baylan Yana Vision Sprint Auto kanali. Bugungi videomizda sizlar uchun juda qiziqarli va ko'pchilik kutgan avtomobil Chevrolet Matiz 2026 metallit orangi rangdagi modeli haqida batafsil gapirib beramiz. Agar siz shahar uchun ixcham, yoqilg'i tejamkor va zamonaviy dizaynga ega avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki biz Matiz 2026 ning dizaynidan tortib texnik imkoniyatlarigacha, salon qulayligidan kundalik foydalanishdagi afzalliklarigacha barchasini ko'rib chiqamiz. Yangi Matiz 2026 afsona qaytdi. 2026 yilda Matiz yana sahnaga qaytdi va bu safar u yanada zamonaviy, yanada kuchli va yanada jozibali ko'rinishda namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa metallit orangi rangdagi variant avtomobilga sportchi ruh, yoshlarona uslub va zamonaviylik bagishlaydi. Bu rang quyosh nurlarida yanada porlab, shahar ko'chalarida Matizni darhol ajralib turadigan avtomobilga aylantiradi. U nafaqat dizaynni kuchaytiradi, balki avtomobilga premium kayfiyat ham qo'shadi. Tashqi dizayn. Matiz 2026 tashqi ko'rinishidan boshlaydigan bo'lsak, avtomobilning old qismi butunlay yangilangan. Zamonaviy faralar, ixcham radiator panjarasi va aerodinamik bamper unga yanada ishonchli va agressiv qiyofa beradi. Kichik o'lchamiga qaramay, Matiz 2026 o'zini juda dadil tutadi. Yon tomondan qaralganda esa silliq chiziqlar, chiroyli gildirak arkasi va muvozanatli proporsiyalar shahar avtomobili uchun ideal dizaynni taqdim etadi. Orqa qismida esa yangilangan LED chiroqlar, soddalashtirilgan bamper va ixcham, ammo amaliy bagaj joyi mavjud. Bagaj hajmi kundalik ehtiyojlar, bozorlik, sumkalar yoki qisqa safarlar uchun yetarli. Ichki salon. Endi saloniga to'xtaladigan bo'lsak, Matiz 2026 ichki qismi soddalik va qulaylik tamoyiliga asoslangan. Old panel zamonaviy dizaynga ega bo'lib, barcha boshqaruv tugmalari haydovchi uchun qulay joylashtirilgan. Rul ixcham, qo'lga yoqimli va shahar sharoitida boshqaruvni yanada osonlashtiradi. O'rindiqlar yumshoq va qulay bo'lib, kundalik haydashda charchoqni kamaytiradi. Orqa o'rindiqlar ham qisqa masofalar uchun yetarli darajada qulay. Salon materiallari oddiy, ammo sifatli bo'lib, uzoq muddatli foydalanishga moslashtirilgan. Bu jihatlar Matiz 2026 ni A segmentida ishonchli tanlovga aylantiradi. Texnologiyalar va xavfsizlik. Texnologiyalar masalasida Matiz 2026 zamonaviy ehtiyojlarga mos funksiyalar bilan jihozlangan. Multimedia tizimi, telefon bilan ulanish imkoniyati, asosiy xavfsizlik funksiyalari va yoqilg'i sarfini nazorat qilish tizimlari mavjud. Bu imkoniyatlar shahar hayotida juda muhim va kundalik foydalanishda katta qulaylik yaratadi. Dvigatel va yoqilg'i tejamkorligi. Dvigatel qismiga o'tsak, Matiz 2026 iqtisodiy va ishonchli dvigatel bilan ta'minlangan. U shahar ichida harakatlanish uchun yetarli quvvat beradi va ayni paytda yoqilg'ini tejaydi. Past yoqilg'i sarfi Matizni O'zbekiston sharoitida eng ommabop shahar avtomobillaridan biriga aylantiradi. Bu model ayniqsa yoshlar, yangi haydovchilar va byudjetni tejashni istagan oilalar uchun juda mos. Haydash taassurotlari. Haydash tajribasiga keladigan bo'lsak, Matiz 2026 juda yengil boshqariladi. Kichik o'lchamlari sababli tor ko'chalarda, tirbandliklarda va to'xtash joylarida hech qanday muammo tug'dirmaydi. Rul sezgirligi va osma tizimi shahar yo'llariga moslangan bo'lib, notekis yo'llarda ham nisbatan qulay harakatlanishni ta'minlaydi. Narx va shuluza. Narx masalasida esa Matiz 2026 bozordagi eng hamyonbop avtomobillardan biri bo'lishi kutilmoqda. Narx va texnik imkoniyatlar o'rtasidagi muvozanat uni O'zbekistonda eng talabgir shahar avtomobillaridan biriga aylantirishi aniq. Xulosa qilib aytganda, metallit orangi rangdagi Matiz 2026 zamonaviy dizayn, tejamkorlik, qulaylik va ishonchlilikni o'zida jamlagan mukammal shahar avtomobilidir. Agar siz arzon, chiroyli va kundalik hayot uchun qulay mashina izlayotgan bo'lsangiz, bu model albatta e'tiboringizga loyiq. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni, fikrlaringizni izohlarda qoldirishni va Vision Sprint Auto kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda sizni yana ko'plab qiziqarli avtomobil sharhlari kutmoqda.